Birinchi kursman hali, birinchi kun hali o'qishda. $1000 ko'p toparadi. Zinada balla meni o'rab oladi. Kunina 1000ga yaqin yuzini almashtirishi kerak. İngilis tili ikkinchi o'rinda, matematikani boshidagi yaxshi. Umuman farqi yo'q, ustingizdan nolgayasiz. Yangilik bo'lsa bo'ldi-da, uje boshqacha odam bo'ladi. Menga Nodirbek og'a ya Nodir og'a deb ayt. Bo'ldi. Bu sizni hayotingizda bor, xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Assalomu alaykum, o'quvchingiz olimpiadada qatnashdi deydi. Top 3 ta ustozlarning ichiga kiradi-da, yangi ustoz. Nichik duh bilan bilinmandan qo'limni dikladim shu yerda. Yangi bola aytdi, zo'r beradilar ekan dedi, Kavrzovda chiqamiz dedi. Apamiz ham kunda yig'lar edi. Bilim tomonlama dushman etaman. Shuning uchun ham o'sadi bo'ladi tezroq. Farzandlarim ham shu ilmli, yaxshi inson bo'lishni orzu etganman. 3 oyda olaman degan vaqtim qiyin gap dedilar. Hamma oila, bir katta oila bo'ladi. O'zimizni o'zbeklar ham bor edi, ya'ni 2+2 bilan ketganlardan beri. Ularni masalan 4700 rubldan tayyorlab boshladi. O'zingning kasbing yetdi. Ana qiziz o'qishga kirdi deyman. Ha, yaxshi, tabriklayman deb o'tib ketdi-da. 2 sekund o'tmadi, orqaga "No" deding dedi-da. Dongi 2gacha o'tirib ishlardi. Balamga shuni tushuntirib, bilimimiz darajalarini ham o'zlari aniqlab, qaysi yerlarga topshirishimizni yaxshilatib maslahat berganlar. Domlalar salom alaykum, domlalar deb o'tib ketaradilar, to'g'risidan ki uyalar edim. ishga kirishda sizni diplomingizni yoki sertifikatingizni qarab emas, sizni bilimingizni qarab oladilar. Asadbek aka motivatsiyasiz men buni yurib bilmoqchi edim. Shu yil fevralda B2 natijani qo'lga kiritgan matematikadan. 200+ oldu sertifikatlarimiz. 5'e 5'lik xona bor-ku, gaplashib berdi. Shunab qo'lini ko'ksina qo'yib, bemalol dedi. Ming yillardan bu zamindan algoritm tushunchasi butun dunyoga tanilgan. Al-Xorazmiy matematikaga 0 raqamini kiritib, butun ilm-fan dunyosini o'zgarishine ulkan hissa qo'shgan. Bir vaqtlar chet elda o'qib, karantin sabab yurtimizga qaytgan yosh matematik bugungi kunda ko'pchilik yoshlarni oliy o'quv yurtlarına yuqori natija bilan kirishine sababchi bo'lib kelyotir. 90% o'quvchilarda natija ko'rsatgan qahramonimiz hikoyasi har bir xorazmlikning ichida faxr uyg'otishi ajab emas. Shu narsani dim ko'p sezganman, matematika odamni fikrlashi bilan gaplashishini o'zgartiradi. Ongning manierada gaplashib bilmasa ham matematikani o'rgangan, matematikani tushunib yoki matematikani ichida yurgan odam gaplasham, o'zini tutisham, birov bilan atnashayotisham hamma narsasi rasmiy kardinalni o'zgaradi. Uje boshqacha odam bo'ladi. O'zingiz ham sezasiz uni. Masalan, bir odam bilan yashab yuribsiz yo shu odamni ko'rib yuribsiz, ukangiz deydi. Shu ukangiz masalan shu matematikani orqasidan rasmiy fikrlasham hamma narsasi o'zgaradi. Matematika qarang, hammada bor. U hisob kitobimni o'ldirib tursiz-ku, to'g'rimi? Xarajat etasizmi? Xarajat etganingizda sizga hisob kitob beradilar. Hisob kitobni aytishingiz kerak qo'yadilar. To'g'rimi? 1-2 marta puldan hisoblashishda adashganmisiz? Yo'q. To'g'rimi? Adashmaysiz. Bu yerda ham matematika yurib turibdi. Yandex chakrasi, Yandex ham matematika bilan hisoblab sizga yo'lingizni necha minutda nera borishingizni aytib beradi. Planingizni shunga qarab tuzasiz, to'g'rimi? U ham matematika. Hammada matematika. Uni tushunishingiz yo unishingiz shart emas. U sizning hayotingizda bor, xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Siz uje yashab turibmisiz? Sizda oldi sotdi ya boshqa hisob kitob bormi? Siz matematikaning ichindasiz. To'g'rimi? Ildizni shunday yozishga haqqimiz bor edi-ku. Nerdan chiqib turibdi u? Shunday Sadbek bolamni o'zi kichkina vaqtidan, даже pepe vaqtidan qiziqishi bilindi. Uje jadvallarni ham erta yodlab boshladi. 4-sinfni bitirib yoz oyi bo'ladi-ku, bekor qolmasin deb shuning bir o'zi o'ylab yurdik. Uyimizni atrofida ochgan ekan birinchi narsani. O'tib botirsak, eshik ochiq turibdi ekan. Bir shunday endi bir 10 bola boya uyda yo'q. Biz ham shura bolamizni ekkasak bo'ladimi deb so'rab. Shunday qo'lini ko'ksina qo'yib, bemalol dedi. Ertangdan ekkan dedi. Asta-sekin ko'raman dedi. Agar amallab bilsa har kun keladi, bo'lmasa dedi chiridin dedi. Shunday asta-sekin yana 4-sinfni bitirgandan shu Asadbek akasini qo'lida tarbiyasini ham baribir shulardan ham o'zini ozgina olgan baribir. Молодец deyman, shu Asadbek akang deyman, hamisha qo'lim ko'ksingda bo'lsin bolam deyman. Sana havas etsalar, masalan, meni o'zim to'g'risi havas etaman. Yo'lda salomlashganimdan, Xudoyim meni bolam ham shunday bo'lsin. Birov so'lagandam, "Ha, shu kimni bolasi, shu akasini bizani aytib turib shuni bolasi" deb faxrlanadigan bola bo'lib yetishdik deyman. Shu Asadbek akangni deyman. Sertifikat topshirdilar. Ammo boshda S oldi. Keyin o'zini, nima deydi, o'zini kam ko'rdi shuni. Men dedi, yana topshirmasam bo'lmaydi dedi. Biz aytdik, "Bo'lar bolam, balkim shu" dedik. "Yo'q" dedi, "Men topshirishim kerak" dedi yana dedi. "Ya keyinroq topshiradi, kichkinasan-ku baribir" dedik. 9-sinf axir. "Men topshirmasam bo'lmaydi" deb, yana ham topshirib ko'rdi. Buni oldi, Xudoga shukr. Biz xursandmiz. Rahmat aytaman, qo'lim ko'ksimda rahmat aytaman. Hurmatli az bizani ko'rsatuvimizni ko'rib o'tirgan tomoshabinlarimiz, ota-onadan qisqa intervyularni olib berdik. Shu vaqtda Asadbek keldidan ustini aytib berali degan yangilikimizni aytib turibdi. Nima bo'ldi bu yerda hozir bizga tushuntirib Xabar oldi. Hozir shuning o'zida yana 12:58 da bir uchenikimiz olimpiadada o'rin olibdi. Shu otana yana tabriklab yozib turibdi bizga. Assalomu alaykum, o'quvchingiz olimpiadada qatnashdi dedi. O'rin olibdidan shuni. Hozir so'ntirib berdidan shuning o'zida. o'quvchining yutuqini ortiq vaqt bor. Ustunda bo'lib turgan narsa. Kuzatishda davom etamiz. Yosh vaqt
vaqtimda sport adım qattiq qiziqqanman, boksyor bo'lganman. O'zimni vesim bo'yicha birinchi o'rinlarga chiqib, hamma narsada yaxshigina yutuqqa erishganman. Men xayolimda shu sport tomonlama ketaman degan narsa bor edi. Nechik yo'ldi? Ota-ona bilasiz, bu o'qitadi, o'qisha bosdi dedim. 6-klassimdan matematikaga parib berdi. Qiziqdik, o'qidik, harakat etdik. Shu bilan astamdan matematikadan fundamentimiz zo'r bo'lib oldi. Asta-sekin shu tomonlama ketdik keyin. Birinchi kursimizdan nechik bo'ladi? O'qisha giraman. O'qisha girganimdan keyin birinchi dars leksiya bo'ladi. O'zi ikki xil dars bor, amaliyot bor, leksiya bo'ladi-da universitetda. Birinchi fanimiz mat analiz bo'ladi. Matematический analiz deb aytiladi-da. Shu mat analizda bizlara logaritm degan tema bo'ladi-da. Tasavvur eting, 100 odam o'tiribdi, 100 odamning ichida mat analizchi Gaysina degan ustoz bor edi. Rossiyada mashhur ustozdan u. Top 3 ta ustozlarning ichine giradi-da, yangi ustoz. Gaysina degan ustoz o'tdi. Men u vaqt u ustozni uning bir narsaligini bilmasadim-da. Birinchi dars-ku baribir. Bizlara nov bo'ldi, tushuntirdilar hamma narsani. Sessiya degan narsa bor-ku, yakuniy yoki oraliklardan o'tmasangizlar, bir dona peri qo'yib beramiz, keyin shu bilan agarda undan ham yiqilsangizlar, отчисление buyruq chiqadi dedi. Darsda savol-javob boshlandi, logaritmdan misol yozadi, kim biladi deydi. Jimjirtlikda, прямом смысле hamma jim. Hech kim indamaydi-da. Ishab bilmaysizlarmi dedi. Keyin nechik duh bilan bilinmandan qo'limni dikladim shu yerda. 100 odam o'tiribdi, qarab, chiqdim, yangini ishladim. Молодец, o'tir dedi. O'tirdim. Yana misol yozdi, ozgina tushuncha berib o'tdidan keyin yana misol yozdi, yana chiqdim. Yana o'tirdim, yana chiqdim. Yana bir 5 marta, 6 marta borib keldim daskiga. Bir darsning ichida-da. Oxirgi chiqqanimda Gaysina so'radi, "Spets maktabda o'qiganmisan?" dedi. "Yo'q, oddiy Gaydarda o'qiganman. Hech qanday bir spets maktabda emas." "Ha, bo'ldi, yaxshi, sen o'tirar" dedi. Dars tamom bo'lib, ikkinchi darsimiz amaliyot bo'lishi kerak edi. Ikkinchi etajga chiqishimiz kerak edi. Bizning darsimiz birinchi etajda bo'ldi-da. Ikkinchi etajga chiqaverishda zinada bolalarni o'rab oladi. 5 bola, 6 bola o'rab oladidan. Bizlar dedi, "Shu matematikani o'rgatasan" dedi. Fundamentimiz bor, lekin dedi, "Shu hamma narsani bizlar berib borasan" dedi, "Yakuniy oralikdan yiqilmadi" dedi. Chechen, Dagestan, ya Ozarbayjondan ham bolalardan bir 8 bola o'rab oladi men. Shuda kellamda bir narsa boshlanadi. Ey, nishadama, menda unday narsadan opit yo'q, ya boshqa narsa yo'q. Birinchi kursman hali, birinchi kun hali o'qishda. Hech qanday hech narsadan opit yo'q. O'ylanib turamandan 3-paradan keyin gaplashamiz deyman. Endi darslar tamom bo'lgandan keyin bolalar sizlarga mana buni aytib beraman deyman. Bu bilan tushadi. Asosi bir xilmi? Siz berib ko'rasiz. Sizlarga nima bo'ladi? Jo'ram orqali keldim, Insta'da videolarni ko'rib keldim. Shu sertifikatlarni, natijalarini ko'rsatdilar. Men o'zim borib bo'lgan podkastda uning bir natijalar bo'lmagani uchun, shu natijasi qisqa vaqtda chiqib turgani uchun shu ekranda keldim. Ko'pisi ishonmadidan, jo'alarni o'zim masalan 3 oyda olaman degan vaqtim qiyin gap dedilar. Umuman tarkiy dunyoda o'qish kerak, boshqa ish kerak dedilar. Aplas bo'ladi maskanga. O'qituvchilar o'zlari chiqargan qo'llanmalar oldu. O'zlarining kitoblari, o'zlarining misollari puxta tuzilgan, xatolik umuman yo'q uning narsalar. Shu bilan o'qitish tizimi ajoyib. Darslar tamom bo'ladi. Darslar tamom bo'lgandan keyin o'qishni oldinda ko'rishamiz. O'qishni oldinda ko'rishamizda bolalarga aytaman, bo'ldi deyman, tayyorlayman sizlarni deyman. Ertang darsdan keyin deyman, paralardan keyin bibliotekada ko'rishamiz sizlar bilan deyman. Bo'ldi deydi. Nishatib kelishamiz. Har bir kun darsimiz uchun har bir boladan 100 rubl kelishaman boshina. Boshlandi shuni aytib, hali yodimda bor, dongi 5-chi прямом смысле kur edebiyot, kitob, hamma narsa qidirdim. No, materialdan, полностью material qidirib, nedan boshlab o'zim nechik o'qiganman, nechik o'qigan material qidirdimdan ozanacha taxladim. 11da darsimiz boshlandi. Ertangisidan uje darslar tamom bo'lgandan keyin ostandan ana uje boshlab berdik. Hammasini fundamentdan berib, o'zi fundamenti bor edi, prosta mat analizdagi umuman boshqacha material bo'ladi, nima? Shu materialni Gaysinadan so'rab olib, birinchi kundan uje so'rab olib, shu materiallarni ko'rishtirib, YouTube'da ko'rib, videoda ko'rib, reski Gaysinadan so'rab, yaxshi men bir 3-cha uni bezovta etdim. Молодец, men ustozlarni uning bir anlatganini ko'rmayapman-da. 3-cha men qarashib o'tirdi. Прямом смысле qarashib o'tirdi. Birinchi dars ya sen kimsan, ya umusan, bumusan demadi. Yozaman, ответ yozadi. Nima keraksiz, nima qarashingiz, shuni qarashib bering. Bo'ldi. Uje tushundi-da. Men aytdim, shuning kursdoshlar bor ekan, ozgina sizlarga men ozgina tartib berjakman deb uje maqsad bilan boshladim-da. Bo'ldi dedi, dobro dedi. Shuni aytib ishni boshlab berdik. 8 bola bilan uje imnat aytaman sizga shu 8 bolani birinchi potokda oraliq bo'ladi-ku. Oralikda hammasi 70% dan pastga tushmadi. 60 dan tushadigan bo'lsa uje yiqilar edi-da. Dekabrgacha где-то 4 oy, 4,5 oy tayyorladik. 4,5 oyning ichida shu rezultatga chiqdilar. Shundan keyin dum ko'payib ketdi-da. Bu yonda. Мы поместимся?
Berni ma eng yaqin narsasi atmosfera birinchi очередda, потому что hamma oila bir katta oila bo'ladi. На математику меня перевели мои одноклассницы. Когда проходили уроки, атмосфера была очень дружная, прям ощущалось, будто вы в семейном кругу себя чувствуете. Учителя тоже очень хорошие, выстраивают особую связь с учениками. Matematikaga gap boshlagandan keyin shunda уже yaqinlashib boshladik. Keyin tushundim, chin chiqqanim bo'lib turishini. Те, кто не знают узбекского и хорошо понимают по-русски, тоже советую приходить сюда, потому что учителя точно так же могут объяснить и на русском языке, точно так же, как и на узбекском. Конечно, в первое время будет трудно, но потом можно научиться. Это не такая большая проблема, потому что это математика, там важны цифры, а не слова. Biz dim ko'p kungacha tadbirlar o'tkazamiz, особенно Nodirbek aka. Dim ko'p yer olib boradi bizani. Мы не только просто гуляем, но и улучшаем отношения друг с другом, я бы сказала. Avval meni 2 dona ukam bor edi. Yaqinda 3-sinfga berajaklar endi. Отношения zo'r bo'ldi. Asadbek aka vaqtim bor vaqtda Asadbek akani kelib aytib berib turaman o'zimni planlarim haqida. Boshqa nov sertifikat oldim. Asadbek aka motivatsiyasiz men bu yerda yurib bilmoqchi edim. Şu matematikaga dim qiziqishi kuchli bo'lgan. Shu Asadbekni izlab topganmiz. Shu eng yaxshi o'qituvchi deb. Shu qizim ham kelib ko'rib, shuning bilimi kuchli bo'lgandan keyin shu Asadbekni o'zini kursuna kelib qatnashib, o'zlarimiz ko'rib, dars o'tishlarini internetdan, vazifa berishlarini, shuning o'zini ishini bir mas'uliyat bilan qarashini ko'rib, dim xolaganmiz Asadbekni. Ko'p biza farzandim ko'p bo'lgani uchun shu maktabda majlislarga borganda menda ko'p so'raydilar mendan. Nera berib qo'yibsan farzandingni shu naya deb. Men hech ikkilanmay hammasini aytganman. Shularning arkasidan rahmat ham eshitganman. Sho'ra shuni farzand biza sizlar orqali kelib topganmiz Asadbekni deb hammasi xolag'anlar, bizlarga rahmat aytganlar. Ekan farzandlarini hozir ham ko'p kim so'rasam shu Asadbekni hech ikkilanmay aytib bilaman 100%. Beradenliğimizden 2'nin ikisine, 4'üncüsü. Kaçan 2. Özü mende matematika yoki ders beraman degan ideyam yoki bir tasavvuram yo'q edi u narsa bo'yicha. Nonga xosat aradim, dadam bilan opam nalogda oshxonasini ishlatar edi. Men tayyorlanib yurganimda, shu abituriyent vaqtimda men ularga borib qarashar edim. Shu vaqtda nalogda ishlab yurgan ishchilarni ko'rar edim. Men xosat aradim. Men ham shuning bo'laman, men ham shuning o'tiraman, shuda bir boshqacha bo'lib xos bo'lganman ichimda. Bo'ldi dedim, shuni aytib nalogga giraman, nalog uchun nima kerak? Iqtisod kerak. Bo'ldi, iqtisod bo'lsa iqtisod. Men keyin bu yerda Rossiyada jahon iqtisodiyotuna girdim. Mировой ekonomika deb aytiladi. Mировой ekonomika и управление deganda. Sen masalan bir отделga boradigan bo'lsangiz, inspektorlikni ko'p emas bir ozroq o'tab o'tasiz, edi. Tushundingizmi? U diyecekim и управление degan joyi bizlara shu boshqaruv haqida ko'proq narsa berishi urg'u beradi. Masalan, Mировой ekonomikani o'zi bor edi, keyin управленияsi bor edi. Mировой ekonomikani o'zida o'tiladigan darslar boshqacha edi, и управленияni o'zida o'tiladigan darslar boshqacha edi. Shu o'rinda farq etaradi. Yo'nalishimiz bizani управление soha o'rnatilgan edi. Ko'proq marketing, ko'proq boshqaruv, oshni vajladi. Yangi ballani tayyorlab boshladim. Bu yerda ham o'zimni darsim ketib turibdi, o'qib turibman. Bu yerda ham ballani tayyorlab turibman. O'zimizni o'zbeklar ham bor edi. Ya'ni 2+2 bilan ketganlardan beri. Shu balladan ham bir yaxshi ularni chiqdi. Meni tayyorlab, bu yerda o'zimni klassdoshlarim ham bor edi. Sho'da masalan, ular ham tayyorlab boshladik o'zi. O'zi ostondan 16 ga 7 ucheniklar, ularni masalan 4700 rubldan tayyorlab boshladik. Aynan. Birinchi kursimda $1000 ko'p topar edim. Hech narsaga bir ovum yo'q edi, azzatib yuradim u yoqda. Nima deb tushuntirsam, oxirgi kiyimlarni kiyib bir boshqacha bo'lib, Justin Timberlake'dan adiklar bo'lar edi-ku, dummoda bo'lib ketib edi shu vaqtda. Umuman farqi yo'q, ustingizdan nima kiyasiz, yangi adik bo'lsa bo'ldi-da, o'zi tushuntirib turar edi. Karantin bo'ldi, prezidentimiz buyruq berdi, bu yana kelsin bizani studentlar hammasi dedi, qo'l qo'y dedilar, yaxshi dedik, qo'l qo'ydik, opamiz ham kunda yig'lar edi axir. Video chiqamiz, gaplashmaka, balam, qachon kelasan, shuning bo'lib turibdi. Endi baba opa tinch o'tirolmaydi-ku. Nishatdik, bizani shunday narsaga qo'l qo'yganimizdan keyin charter reys bilan bu yerga o'tirdilar. Chaqirdilar O'zbekistonga. Bera keldik, bir 2 hafta karantinda yotdik biz. Chiqqanimizdan keyin bu yerda уже 1 haftadan keyin menasi bosilib ketdi. Ekzamen bilan oladigan bo'ldilar meni bu yerga. Dokumentlarimni olib borib topshirdilar, o'zlari topshirdilar. Biz izlandi, yurganimiz yo'q. Mas'ul odamlar bor edi. Oldilar, dokumentimizni topshirdilar. Ekzamenga kelasizlar falan chislada dedi. Hali yodimda bor, shu 6-sentyabrmi, shu niyada o'xshaydi. Bordik ekzamena, matematika
angliski şu ana tilidan bo'ldi. Avval shu 3 fandan topshirar edik-ku iqtisodda. Bizlar shu 100 necha baldan o'tsangizlar olinadi dedi. Bo'lmasa dedi, karantin tamom bo'lgandan keyin o'zlaringizni narsaga yaraveramiz universitetda dedi. Bordik, ukam bilan ikkimiz yangi aytganimni ikkimiz kurs tashladik-ku. Bordikdan ekzamen topshirdik. Chotki matematikadan 30 dona savol bo'lsa 29'ini ishladim. Angliskidan где-то bir 10-15'ini ishladik. Endi bab angliski o'qimin qo'yadik-ku. Matematika skillimiz esa güçlanib bordi kundan kuni. Endi doğru aytaman, darslardan keyin Gaysina bilan o'tirib ishladim. Bir 70% bilimimni shu xotindan oldim. Dim boshqacha fikrlaydi umuman. Nima deb tushuntirsam, bir ikki temalar bor-ku, bu yerda boshqacha o'tilinadi, dunyoda boshqacha o'tilinadi, umuman boshqacha fikrlaydi. Umuman oddiy masalan keltirish temasi bordan, trigonometriyada keltirish degan tema bor. O'shuni dim oson, tez ishlanadigan usulni o'rganganman shu xotindan. Modulli tengsizliklar bor. O'sha modulli tengsizliklarni ba'zi bir amalini etmin turib, riski chiqarishni oson yo'llarini o'rgatib, hamma narsani tushuntiradi. Nima foyda toparadi undan yo nechun netaradi men tushunmayman. Lekin rasmiy darsdan keyin qolib vaqtini oyamin, abita bormin bo'lsam, yangi men bilan o'tirib ishlaradi. Men o'zi o'rnakni shundan olganman. Ustoz nechik bo'lish kerak haqida. Nima deb tushuntirsam, o'zbeklardan qiynaladi uni. O'zbeklar darsga kiraradidan, o'zi ne только o'zbeklar, ozarbayjonlar ham darsga kiraradi, shunday potoklar boradidan. Boshqa davlat grant asosida, ya'ni o'zini bolalarini student etib beradi, ular shularni o'qitaradidan. Ashura girganda men girib qarashardim uni. İngilis tilidan B2 va matematikadan B sertifikatlarini egaman. Klassdoshlarim borib boshlagan, ulardan keyin ko'p vaqtdan keyin где-то 2024 da borib boshladim men. Klassdoshim olib bordi, birinchi marta Asadbek bilan tanishdik. Doğrusini aytsam, boshda 5-klassgacha matematika yaxshi o'qiganman, keyin yomon ko'rganman. Lekin Moskvaga kelib matematikada qaytadan nima desa, sevgandi desam bo'ladi. Ko'plar boshda ingliz tili o'qiyajak bo'ladi, lekin ingliz tili ikkinchi o'rinda. Va matematikani boshda yaxshi tushunsa, matematikani kech qoldirmay boshda olib, keyin boshqa fanlarni tayyorlanganlarga maslahat beraman. Yangi aytganimning geldim-ku beri. Pula o'rganganimdan keyin men aytdim, dedim men o'tiraverman dedim. Yonboshimizda ko'ngshi bola bor edi. Shu bilan Keruzovga chiqadigan bo'ldik biz. Yangi bola aytdi, zo'r beradilar ekan dedi, Keruzovga chiqamiz dedi. Pul endi men de o'tdim-ku, ekzamenlardan o'tdim, uje o'qish boshlandi, ikkinchi kursma. O'tdim, ekzamenlar uje o'qish boshlandi. Dedim, men 3 Keruzovga borjakman dedim. İşleyecekmen bir hesabı 4 milyon 5 milyon tapıp durayım mı ayna dedim. Özüm tartıp durayım dedim. Balam dedi, yok dedi. Sen nima etib birding Rossiyada dedi. Bala tayyorlab birding, o'zingga kasbing et dedi. 2-3 gap aytdi. Ashyoda o'zingga kasbing et dedi. Nalogchi, xudo xolasa bir bankir ashuning bo'laman degan g'oyali kallamdan ketmaydi. Shu narsa turadidan kallamda. Dadam yangida durdidan, jora dedi, shuning o'zingga kasbingni davom ettir dedi. Shu narsa qo'lingdan zo'r keldimi dedi, shuni aytdi. Chetcheksan dedi, o'zingga dedi, azoblab dedi. Yaxshi dedim. Ebetdan keyin dadam ishdan bo'shadidan, endi ozgina bo'shashgan vaqti bo'ladi. Shu ozgina bo'shashganimda balam beraga dedi. Uchib bordim. Borganimdan keyin bir 5'lik xona bor-ku, gaplashib berdi. Tamam, zo'r emas, to'g'risini aytaman. Izhor eslarim, birovning gapi ataradi. Ebetdan keyin ukalarimni chaqirdimdan bir ustar qo'ydikdan sonra keyin klassdoshlarning gruppasi bor edi. Klassdoshlar aytib berdim, shunday dedim. Tayyorlayjakman bedanam dedim. Yandan ham tayyorlab yurdim. Ular bilar edidan, gaplashib turar edi. Yaxshi dedik. Shuni aytib bir 2 klassdoshim çıktı. Ukam beraman 5-klass tayyorla dedi. Yaxshi dedim. Geldi. Ertangisi astandan 5-klasslarni qiziqtirib tayyorladim. Klassdoshlari geldi. 5-klasslar ko'payib ketdi. Astandan keyin 6-7lar gap boshladi. Uje где-то bir 23 kun bo'ldi-da. Bir 20 kunning ichida. Qiziqtirib o'taradim-da. O'yin gulgi bilan azatib. 23 bo'ldi. Shuni aytib bir где-то 3 oy uje verdi. Где-то 53 bo'ldimi? Yangiga sig'may boshladim-da. Evetdan keyin dars o'tishim kerak. Shundan keyin ukam ham o'qishga girdi. Ukam ham güçlendi, ukam ham bilimli bo'lib chiqdi, ukam ham matematikani bitirdi lan. Yanıma ko'makchi bo'lib keldi. Astandan uje ulaytirdik. Где-то bir 7'ye 8'lik xona oldik. Ukam shu vaqtda assistent bo'lib qarashib yurardi men. Bilim olib yurardi. O'zi o'qishga endi kirgan vaqt edi-da. Sizga aytadigan bo'lsam Mahmud aka, men bolalar bilan to'g'risini aytsam jo'raman. Men ularni ustoz emasman, yo nima desam sizga. Sen menga Nodir ustoz deb ayt, yo Domulla deb ayt deb hech qachon undan demayman. Qayta menga ustoz yo Domulla deb kelsalar, men to'g'risini to'g'ri aytaman. Menga Nodirbek og'a yo Nodir og'a deb ayt. Bo'ldi. Menga kerakmidi unga ustoz, menga kerakmidi unga Domulla. Men bilan jo'ra bo'l. Shunda aytaman. Bolalar bilan ham, qizlar bilan ham ochiqcha gaplashaman men. Masalan, yana og'amdan hammasi nima desam sizga, chekiladi, uyaladi, problemasini ayta olmaydi. Agar javob kerak bo'lsa, yozib bilmaydilar. Mesela tamam, javob berib turing desa, polibom yo'q dedi og'am. Dersa vaqtida ga dedi, darsingga yet dedi. Agarda mabodo shu bolani uyida yo to'y yo jo'rasi bilan tashkilga ketadi, hammada bo'ladi endi yoshlikda. Tashkilga ketsalar, darsini aytolmay qoladilar. Moya azobdan Nodira dedi, iltimos bod deyishyapti turing dedi. Men nechadan menga keladi,
zadaniyalarni tekshirib boshlananda men ostan poddesh etib beraman. Aytsakim, men bolalar bilan ham, qizlar bilan ham hammasi bilan jo'raman. Keladilar, toza bolalar, qizlar gaplashmaga keladilar, o'tiradilar, chekilib o'tiradilar, ba'zi bir polibomu moslashib ketmaydi. Men yanıma chaqiraman, qara ukam deyman. Men bilan jo'ra bo'l deyman. Polibomu deyman, ertaga bir kun sana deyman, "No, to'ying chiqadi, klassdoshlaring bilan bir yerda o'tirmoqing chiqadi. Men yanıma kelasan, men sen Liboy bilan Asadbekanglar tarafingga olib beraman" deyman. Men ko'proq aytaman ulara, "Sen ina shu qizni o'tib ket. Sen ina shu qizni o'tib ket" deyman. Bir-birini dushman etaman. No tomonlama u hayotda emas, bilim tomonlama dushman etaman. Shuning uchun o'sadi bo'ladi tezroq. Yana bir maqsadni qo'yaman bularni eldine, o'zi ko'pchilik o'quvchilarim biladi. Bizda 8 dona kitob bor o'zi общий. Birinchi kitobga tushdimi, masalan, tozagan odam, "Sana uzoqi hafta srok" deyman. Shu haftaning ichida deyman, "Menga ina shu kitobni 100% idealni qilib o'zlashtirib berasan" deyman. Agar bir haftadan o'tsa, shtrofga tushasan 400-500 misol deyman. Ular aytadiki, harakat etadidan shu bir haftaning ichida polni shu kitobni chiqaradilar. Ana keyin men qiziqtiramandan yana ikkinchi chastini beraman kitobimizni. Endi sana deyman 8 kun srok deyman. Ina shu kitobni ichida masalan 20 dona mavzu bo'lsa, menga hammasini idealni qilasandan chiqib berib, birma-bir og'zaki topshirasan deyman. Hammasini og'zaki topshiradi. Agarda o'zlashtirib bilmagan mavzusi bo'lsa, o'zini oddinga tushuntirib beraman shuni. Hammasini bo'ldi, ana keyin 3-chasini tushadi. E'tibor etgan bo'lsangiz, bizda 8 dona kitob bor dedim, 3 dona kitobni 1 oyning ichida chiqdi. Orqi 3 dona kitobni 1,5 oy, 2 oyda chiqadi. Ko'rib turibsiz, 3 oyning ichida bizda o'zi bola hamma kitobimizni chiqdi. Hamma kitobni chiqdi degani elementar matematikada hamma temani o'zlashtirdi degani. Shuning uchun bizda qisqa vaqt ichida natija bo'ladi. Biz mehnatdan qochimiz to'g'risi. Hozirgi 9 da geldik, kechki 11, 12, 1 bo'lib ketaveradi, ishda o'tiramiz. Moyaqat to'g'risi bolalar bilan ishlash, qizlar bilan ishlash. Dim, o'zim nima desam size, radnoy ukam yo'q. O'zimni ukamning yangilara yaqin ko'rib ishlayman. Bir narsa aytsam, mana endi hamma o'quvchim biladi, topib turgan pulimni почти 70%ni o'zlarini surtaman. Nishataman. Masalan, qiyin integral mavzulari bor, geometriya bor, doska yozaman, qani deyman, ukalarim deyman, ishini ishlab bergani deyman, ishini summa beraman. Ya ishini jo'shaman, ya imindataman deyman. Menga ishlab beradilar, shu pulni o'zlariga beraman, hali ish vizon ko'rsalar o'zlari ham og'a deb tasdiqlaydilar. Bu yerda og'a deb netimman, ustoz deb отношение etamiz, o'shaning ustozni o'rnida qo'yamiz. Uyga borgandan keyin ham masalan ovqatlanib o'tirgan bo'lsak, boshda ishni gaplashamiz, ishni gaplashib bo'lgandan keyin ana oilaviy temalarni gaplashib netamiz. Lekin ko'proq og'am bilan gaplashib netib o'tiramiz. Sababi bizda to'g'risini aytsam, o'zingiz ham tushundingiz, vaqt yo'q o'sha narsaga. Kechda horib borgandan keyin o'sha 12-1 o'sha o'qi, azonda turib yana ish, o'shunday bo'ladi bizda. Bozor kunlari kelib test olamiz bolalardan, qo'shimcha mavzu o'tiladi, o'shunday bo'ladi. Apam yosh vaqti bank klassda, spets klassda o'qigandan nima orzu etgan? Bankda ishlashni, o'zi o'qimishli bo'lib, bir shunday ishlarni ishlashni, ustoz bo'lishni nima orzu etgan. Keldim beri kelganimdan keyin birinchi uchiniklarimni apam bo'ldi. Apamni tayyorladi. 6 oymi 7 oy tayyorladim. Keyin ukam bilan deng o'qisha topshiradigan bo'ldi apam. Nishat tushuntiraman sizga, matematikani zo'r ishlab chiqqan, fizikani ham zo'r ishlab chiqqan. Matematika rus yevro gruppaga ochniya girdi. 12-chi bo'lib kirdi o'zi. Mandat chiqadi-ku. Mandat chiqqandan keyin enamlar dedik. Ukamnikini ko'rmayman debman, apamnikini ko'rib turibman-da. Atvetinde intizor talabalikka tavsiya etilindi deb yozib chiqib turibdi-ku. Enam o'tib botir ekan-da. Ana qizingiz o'qishga girdi deyman. Ha, yaxshi, tabriklayman deb o'tib ketdi-da. 2 sekund o'tmadi. Orqaga "No deding" dedi-da. "Hop, qizingiz o'qishga giribdi" deyman-da. "Ejashma" dedi. "Rustam, qizing o'qishga giribdi" deb qichqiradi-da. "Ejashma" dedi-da. "Ova deyman axsan, tabriklaydi. Telefonim makka, oshnatib." No deb tushuntirsa, ukam chetda qaytib ketib, opam bilan bir so'nish boshini bo'lib ketdi. To'g'richilikdan ustoz bo'lib ketdi o'zi. Ishonmaysiz, 46 yoshida o'qidi. U o'qishni ertagacha bo'lmaydi ekan. Studentlarni unda o'qiganini ko'rmayman. O'zim shunda o'qimayman. Yakuniy oralikda yoki kundalik leksiyada ya amaliyotda berilgan vajlarni dongi 2 gacha o'tirib ishlaydi. Balamga shuni tushuntirib ber, balam buni tushuntirib ber. Men ertang borib uyalib tursam bo'lmaydi. Baho olib kelaradi, so'nib kelaradi. Men bugun deydi, daskaga chiqdimdan deydi, baho oldim deydi. Ikkinchi kursmi, opam birinchi kursda. Ashundan o'zi hammamiz student. Oilada masalan dadam, opam, ukam, men edik, 4 edikda. 3imiz student. Bir dadam qoldi-da. Dadam ham ejashib yurar edik. Dada, sen zavuchniya topshirib berasizmi yuridические ishingizku deb. Bu vaqtda bizning zamonimizda Divanova degan o'qituvchimiz, domlalarimiz bo'lar edilar. Birinchi ixtisoslashgan maktabda ishlar edilar. Shu domlarimizga bir qatnag'anman, lekin shu oilaviy sharoitdan gap chiqqan holda qoldirganman podkursni. Keyin shu o'qishga kirib bilmaganman. Oxirini yetkazib shu tayyorlanmaganim sababmi? Turmushga chiqib ketganman.
Turmuşa chiqqan keyin ro'zgarini tashvishlari bilan ishlamakka ketishga majbur bo'lganmiz. Akasi bilan shu chet davlatda ishlab, shu bolalarimni keyin orzu qilganman, o'zim shu matematikaga qiziqqanim uchun farzandlarim ham shu ilmli, yaxshi inson bo'lishni orzu etganman. Podkursga berganimizda biz hamisha uni tekshirib, natib turar edik. O'g'limizni shu matematikaga qiziqishi, ingliz tiliga qiziqishi kuchli bo'lgan. Keyin shu bolalarimizni tekshirib, shu masalan, podkursga to'garakka borgandan keyin to'garakda ishga kelgan misollarini, novlarni o'rganganini kunda tekshirib turar edik. Testlarni tuzib, minut qo'yib, imtihon jarayonida tashkil qilib berardim. To'g'risi, keyin universitetga girdi, talaba bo'lish nasib etdi. Keyin shu farzandim talaba bo'lib yurgan vaqtda to'garak o'zi boshladi, podkurs boshladi. Keyin men ham yonimda yurib, mendan qiziqish bo'ldi-dan, men ham o'qishga topshirdim. Ya Allohim nasib bor ekan, men ham o'qishga kirish nasib etdi. Endi to'g'ri, u vaqtda uyaldim, chunki o'zimni farzandlarim bilan deng o'quvchilar bilan talaba bo'lish bu endi katta men uchun katta baxt edi, lekin o'qishga borganda hamma qarag'andim bo'lib, lekin men bilan hamma domlalar assalomu alaykum domlalar deb bitib ketar edilar. To'g'risidan ki uyalar edim. Hammadan yaxshi o'qidim. Attestatsiya topshirish ekzamenidan hammadan baland ball chiqdim kursdoshlarimdan. To'g'risi, ishga kirish jarayoni o'zim o'qituvchi bo'laman deb to'g'risi o'ylamadim. Boshqa fan kasb egasi ben bank sohasida ishlayman deb havas etganman. To'g'risi, o'qituvchi bo'lish ham bir omad, baxt bo'ldi. Aşı yılı bir 36'dan abituriyentim boladı. 36 abituriyentden 36'sam okuşa giredi. 12'lerde 12.30'da okuştan çıkama. Set 2'de podkursa geleme işini başlayamam mı? Set ucu 5-7'ye tamamlaşız gerekten. Ne için dese ucu geçe boladan bolsa atanalar ruhsat vermedi. Geç bop gitti dedi. Ucu yekülleşim gerek. Mesle 70 tuttum ha. Başlaganımdan beri şu her bir bala individualini karagan. Mesela 20 balamı 20'sinden bir-birden temasını ötkenmi. Bir-birden etibar etkenmi. Vaqtlarını şunu etip bölüp koyganma şu stop bir-birden işleyin şula bile. Rossiyadan hem şunu işleşini görüp öğrenip geldim lan ben. Bir-birden işleydiler. 100 adam oturan, 200 adam oturan farkı yok. Ustaz degen gününe 1000'e yakın yüzünü almaştırışı gerek. Her bir bala düşüp çıkışı gerek. Bu masa o bala bilen öğretip ya iş näse etip bilmiyorum. Potensialı zor bola versin balanı. Eğer de siz buna düşüp bilmeseniz bala sizden hiç näse olmaydı. Şunun için lan. Ana ucu yangi balalarını girizganimizdan keyin abituriyentlarimizning soni 120'ye chiqib ketdi birdan lan. Yangi aytganimning abituriyentlar keldimi, o'zini jo'rasi chiqqani kelami, bir klassdan keldilar lan, bir kelganda. Eng muhim joy neri bo'ldi? Masalan, bir klassdan 7 bola bo'lsa, 7 boladan bir fakultetga, iqtisodga girizdim. 7'sen bir-birine kursdosh bo'ldi. Bu uni ukasini akkaladi, bu uni ukasini akkaladi, yana argam ukasini akkaladi, shunat ulay ketadi. Mesda o'tganimizdan keyin ukam yonima qo'shiladi, shu bilan polnocenniy ustoz bo'lib boshlaydi, o'zini yo'nalishini başlaydı. Bu an şuna karab litsenziya alıp uji sertifikatını taklagan vaqt edi. Ben 2022 yılı sertifikatını aldım. Uji indi çıkıp başlagan vaqt edi. O vaqtda EBS degen joylari yo'q edi. O vaqt faizli bo'lar edi. Şu vaqt birinchi topshirganimda 91%, keyin topshirganimda 97% oldim. Shundan keyin uji milliy sertifikatga qiziqib, shuni aytib boshlab ketdik. Bana birinchi bo'lib bu podkursga kelganimda bir jihat o'zini tortdiki, ular har bir odam bilan individualni shug'ullanadilar. Boshqa meni fikrimcha odamlarni ajratib, bir xil общий etib bir tema o'tadilar. Lekin bularda har bir odam bilan birma-bir xatosini, to'g'risini aytib, tushuntirib, yaxshatib, o'rgatib tushuntiradilar. Shundan keyin hammamiz o'qishga girdik. Yana hozirgi kunda ikkinchi kursimiz. Bizlar shu qaysi fakultetlarga topshirishimiz, bilimimiz darajalarini ham o'zlari aniqlab, qaysi yerlarga topshirishimizni yaxshatib maslahat berganlar. O'qishga qiziqishim 5-sınıfdan başlandı. Asosiy maqsadim liseyga kirish edi va 7-sınıfda liseyga girdim ham. Meskin'e 10 sınıfını bitirib geldim yazda. Ta'lim maoshlari zo'r, qiziqarli. Alhamdulillah, A+ sertifikat aldım. Bekam podkurs açgan günüsü, ertengisi günü gelmem, enem geplashib bergan podkursga kelishimni. O'qiganmiz, o'qishga kirganmiz. Hozirda etadon ishim meni administratordan o'tiraman, davom etib ishim olamandan. Administratorda o'tirganda bolalarning keldi ketisi, qachon kelib, qachon ketgani, ota-onasiga telefon urib aytganimiz, bir uchinik kelmasa, Asad bekam aytamizdan, boshda ota-onasiga chiqamiz, nechun kelmadi, no sababdan kelmadi. Agar kasal bo'lib qolgan bo'lsa, ota-onasi bizga aytib qo'yishi kerak. Bu sabab mecburi u. Nechun desa, biz bilishimiz kerak bola neda yurganini. Biznes sifatida qarab boshlaganim, o'zi to'g'risini aytsam, hozir ham uncha lavnatimman biznes sifatida uni. Hozirgi pokoleniyani xudo xolasa sifatlatib, bilimlatib
chiqarib beradigan markazlardan birisi deb hisoblayman. Doğrusu, ko'p odamga sertifikat muhim. Uni eng zo'r tushunchasi ishga girishda. Doğrusunu, doğru aytaman sizga. Ishga girishda sizni diplomingizni yoki sertifikatingizni qarab emas, sizni bilimingizni qarab oladilar. Diplom bilan sertifikat bu bilet bu. Shu eshikdan girishingiz uchun bilet. Bu narsa bo'lmasa sizni kirgizmaydilar, to'g'ri? Lekin siz shu narsa bilan girdingizmi? Girgandan keyin siz bu yerda bilimingiz bilan isbotlab ham berishingiz kerak. Kerakli odamligingizni. Buning uchun o'qish kerak. IT sohasida hozir hamma yerda matematika bada bo'lyapti. O'zlari bilmagan holatda qiyin vajlarni o'zlari ishlab yuribdi. Повседневный hayotda kerak narsalarni ishlatib yuribdilar. Ötken yılda geldim, atmosferasını gördüm, Nadir Bekamlar, Əsət Bekamlar mən səni çümtürüb, nəti, yaxı qaldı da, yetesim gelmedi. Başka podkusa barmam mı? En köp barğanım bir hafta, 2 hafta barğam var. Bere gelip yine 1 yıl oldu, şeyde yürütme. Neticeler acayip, sertifikatnam aldım, indi yürütme arkayın. 2023-cü yıl məcburi fənin matematikanı işləb çıxışım üçün tutulmadı, amma matematika fəni gərək bolğan. Şu vaxtda mənə çıxanım tavsiyə etkən, şu məskiniyə barışdım. Keyin barğanman, mənə dım yaqqanı çündə səviyyədə hər kimə individualini ötürgəndən dərslər. Bu qrupbasına dık pərib, keyin şu qrupbadan ürgəni bala verəsən dəmin, hər kimə отдельно ötürlər dərslər. Yerində 3000 kan bolsa, yenə başını ötüb bərabər. Qısqa müddətin içində şu həmmə nərsəni ürgənib, dıtımında yaxşı nəticələrini erişkən mən şu matematikadan. Ükəməm qışa giriş vaxtı geyəndə bad kursunu təhsil etkənmə, ükəm barqam özünə yaqqan üçün keyin şurada oxub başlağam. Ötkən yılı baxarda barqam bolsa 0-dən ucu 3 yılı fevralda B2 nəticəni qola girkən matematikadan. İşçilərimdən, ükəmdən mənəm özümün funksiyam var. Həmmə özünün funksiyasını ətədir, şunun üçün həm səttin şeydən mənərsə. İminlə, tipa, kur mən başqaraman dəb bilim mən, doğrusunu, doğru aytamam. Axır qırışen yəni mən ətəmə. Kabul qılmağan vaxtımız kaçan boladı, qrupbamızdım doğub getkən vaxtı. İlacı barıca, heç kimə yox dənmə. Onu ətib aytışım mümkündür. Abituriyentlərdə aytışımız mümkündür. Ondan təşqarı prezidentskiyə girizgənimiz var, prezidentskidən əmazı yaxşı ürənin nəticələrimiz çıxdırdı, rezultatlarımızda görsəyizlər həm boladı. Matematikaya doğulanğan məktəblə yaxşı oxutadım. Bu məktəblərdən təşqarı abituriyentlərimizin özü 100 plus oturttu. 150, 120, 130 abituriyent oquşa girgan. Birisi B'da, Luchoy'da, Sikbol yanında, ikincisi Cennet Minar, Man servis yanında, üçüncüsü City'de. Azanda 9'da B'da başlayalım bolsak, geçki 7'ye B'da tayarlayman polностью. Hemen əsən 7'den keyin ikinci filiala getemem. İkinci filialda где-то 10'a ders ötemem. Üçüncü filiala gələdən bolsak, bu tipa bakça sifətində də o. B'da barıb kontrol etilnədi, B'da ilk köpinçə kompüterlə okutulnadı. Monitor boladı, monitorda mesela 2+2 deb yazadı, bir yanında san çıxıb gələdi, aşı sanını yaz qoyardı. Bu yılını özünə gələdən bolsaq, maksimum nəticə alğanları 20 plus oldu. Əvvəlki yıl oktyabrda sertifikata urğunu bərib başladıq, dımcallı, nə üçündəsə trenddə şunda çıxıb getdi da o. DTMA giriş boyunca dım urğu bərərədik da. Ümumi şu əvvəlki yılki oktyabr bilən hesablab qaraydan bolsaq 200 plus oldu sertifikatlarımız. Gələcəkimiz, Xuda xalasa, bunları mullaytırıb, bunları gücləndirib, ilacı barıca kolumuzdan gələcə köpsünü nəticəyə çıxarış. İlacı barıca matematikanı, IT tamamlama öyrətədən bolsaq, sifətlirak boladı, güclürək boladı. Nə üçündəsə, gələcəkimizin tələbi şu botdurdu hazır. Bunu bizə Xuda xalasa toxtamayımız, hələ yaşımız, Xuda xalasa bundan ham katta uruyuna yetəmiz. Mən ona Xuda xalasa garantiya verəmən. Toxtamayımız. Mən ağamın arkasında adamman, köp videolardan ham çıxmayman, köp söyləbən nətimən, ağamın arkasında durubman takan sapad deşət duramam. Hazır bizə də 3 dənə filial bolsa, onları köpəytirib, oxucularımızı köpəytirib, grantlarını köpəytirib, sertifikatlarını köpəytirəriz. Yusufapar yenə görgən olsa sertifikatdan 127 plus oldu. Bundan keyingisi 200-də Xuda xalasa 200 plus etiş niyyətimiz var. Şəxsdə qızımın şu oxuşa qızıqışı, şu Əsədbek bilən Nadirbek qonşularımız bolğan üçün köp balla barğan. Şu ötüb qaytaradılar. Keyin şu apa bizərəm baralı, oqalı dəb, əvvəl başda imkaniyyatım doğru gəlməyin, yox dəb bərk bilməyəmə. Keyin yox bula şu yağdayıma qarab, ballarını oxutub başladılar. Şu gəlib dərs təyirliydilər, şu özlərinin üstündə köp işləb, aşının vaxtında barar edilər oxu kursuna, gecə kami, məsuliyyət sezib, aşının. Şundan bilib başlağamma. Şəxsdə nəticələri indi mən geç bərgən mən dedim ki, şu imkaniyyatım doğru gəlməyin. Lakin şu tapşırğan yıl Xuda şükür girdi, mən şundan nətəmən. Birincisində S+ aldı, keyin yaxında B aldı. Peki ma uşağım bir nə, katta yutuq söyündik şu alğandan. Həmən ərsə Xuda xalasa boladı. Məktəb tamamlaman, məsələn, məktəbini özündə okutturub, amma oxuşa girib ürgən ballabada. Məktəb bilən oku mərkəzi ikisini işi
çemberçəs deb o'ylayman. Ulu davlatda da gördüm, o'quv markazlari bilan maktabning ishi ikkisiniki bir xil sistemada bir-birine çemberçəs. Maktabda tema berildi-ku, doğrumu? Tema beriladi. O'quv markaziga borib turib, yangini o'zlashtirishini yana kuchlantirib turibdilar. Nov tomonlama, sertifikat tomonlama. Ularning yo'nalishi bizlar endi baribir nishatib qaramang, baribir bizlardan bir 20 yoki 10 yil oldin hamma ulu kuchlangan davlatlar. Ularga borib turib biza kelajakimizni ko'rsak bo'ladi. O'rtacha ish haqqini ichki o'tiribdi har bir viloyatda. Hamma narsaga qiziqib o'tiraman-da. Shuni qaraganimda bizani bozor iqtisodiyotini o'tdik-ku biz hozir. Bozor iqtisodiyotida yetib botirmiz. Shu narsa bo'yicha ham sizga konkret aytishim mumkin, dim zo'r, to'g'ri botirmiz biz. 20 yoki 25 yillara уже нормальный состояние yetamiz. Krupniy davlat sifatida. Shu narsa uchun bizga zo'r kadrlar kerak. Zo'r kadrlar uchun biz qo'limizni yere qo'ymay ishlaymiz. Ilm olish bu yoshga qaramaydi ekan. Agar odamzodning o'zi harakat etsa, insonning o'zi harakat etsa, mana sen erishishi o'zim guvoh bo'ldim, to'g'risi. Shuning uchun farzandlarim ham aytaman, bu yerda maktabda o'quvchilarim ham aytaman. O'quvchilarim ota-onasi bilan telefonda gaplashganda o'quvchilarim ota-onalarini ham aytaman. To'g'risi, o'qishni kechib bo'lmaydi. Ilm bu Allohning ne'mati bu bergan eng yaxshi narsa deb o'ylayman.